Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi eng toza ko'llardan bittasi Nefrit ko'lidagi suvni Aquadoctor tester yordamida tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham pH darajasi juda ham baland. Xlor esa 0. Sizni basseningizdagi suv ham xuddi shunaqa bir qarashda tiniq, juda ham shaffof darajada toza ko'rinishi mumkin. Ammo bu ko'rinish aldamchi bo'lib, basseningizdagi suv bezarar degani emas. Xuddi shu ko'rinishdagi shaffof, tiniq suvlarda ham mikroorganizm, bakteriya, mikroblar albatta bo'ladi. Ulardan xalos bo'lib bezarar cho'milish uchun albatta Aquadoctor ximikatlaridan foydalaning.